haq azza va jalla bandasini sevishligini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari aytadilar. Bir kuni sahobalar bilan turuvdi, urush tugagan edi. Bir ayol yugurib kelib qoldi. Bu yoqqa yuguryapti, bu yoqqa yuguryapti, o'zini yo'qotgan. Nima bo'ldi? Qarayapti. Bolam deyapti, xolos. Bolasini qidiryapti. Urushda, to'polonda bolam o'lib qoldi deb o'ylayapti. Birdan bolasini topib oldi. Shunday xursand bo'lib ketdiki, o'ziga sig'maydi. Tabiiy narsa. O'zingiz tasavvur qiling, ona bolasini urushda yo'qotdi, keyin bolasini topib olsa qanaqa xursand bo'lib ketadi. Payg'ambarimiz alayhisalom ko'rib turib sahobalarga, mana shu ona hozir bolasini yo'qolishini yoki halok bo'lishini yaxshi ko'radimi dedilar. Yo'q. Rasulimiz aytdilarki, bilinglarki, Alloh azza va jalla bandalarini shunday yaxshi ko'radiki, bir ona bolasini shunaqa yo'qotib qo'yib, umidini yo'qotib, keyin uni topib olganda qanaqa xursand bo'lib bolasini sevib ketgan bo'lsa, Alloh bandasini mana shu onadan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi dedi. Bizni shu qadar Alloh sevar ekan. Lekin biz qachon Allohga muhabbatimizni izhor qildik? Peshonamizni sajdaga qo'yganimizda ham dunyoni o'ylab qo'yapmiz. Allohning baytiga kirganimizda ham dunyoni o'ylab qo'yapmiz. Rasulimiz alayhisolatu vassalam bizlar uchun butun hayotini baxshida qilib o'tdi. Biz oxir zamon ummatimiz. Rasulimiz alayhisolatu vassalamni ko'rmaganmiz. Lekin bizdagi maqom Buxoriyda rivoyat qilinyapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytibdilar, qiyomat qoyim bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Havzi Kavsar suvini oldida turib olar ekanlar. Qo'llarida tillodan bo'lgan, oltindan bo'lgan idishda ummatini Kavsar suvidan ichirib seyroq qilar ekanlar. Hamma kelganlarga suv berar ekan. Birdan oxir zamon ummati kelib qolar ekan, siz bilan bizga o'xshagan. Rasulimizni ko'rmagan. Rasululloh qo'ldagi idishini yerga tashlab yuborar ekan. Atrofda turgan sahobalar bu holatdan hayron bo'lib so'raydi ekanlar. Tashavvur deganini eshitib so'rayaptilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, oxir zamon ummatingizni Havzi Kavsar suvida seyroq qilmaysizmi? Ichirmaysizmi? Rasulimizni gapini qarang azizlar. U zot aytibdilarki, oxir zamondagi sajda qilib kelgan ummatim bilan meni oramda tilla idish bo'lishni xohlamayman, qo'limda ichiraman ularni. Qo'limda ichiraman deyaptilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalamdagi zotni qo'lidan suv ichaman degan biz ummat mana shunga loyiqmizmi? Alloh azza va jalla bizlarni shunday zotga ummat qilib beribdiki, lekin ming afsuslar bo'lsin, doimo o'zimiz bilan o'zimiz ma'siyat ichida, masiyat botqog'idamiz.